buyuk maqsadlar uchun, ya'ni oltin mo'ynani topish yo'lida o'limdan ham tap tortmaydigan chapdast insonlar kerak. Bu yerga kelganimda yoshgina yigitcha edim. Nodon, shu ahmoqlikni qilgan yosh yigitcha. İstanbul yo ularniki bo'ladi, yo bizniki. Boshqa yo'li yo'q. Kim nima bo'lsa bo'lsin, tog'a. Qirol ham quyoshga o'xshaydi. Bir balqiydi va bir botadi. Bir kun kelib Simba, mening qirollik quyoshim ham botgay. O'shanda sen yangi qirol bo'lib balqigaysan. Bu qobiliyat bilan qahramon bo'laman. Jinoyatchilar bilan kurashib, mazlumlarni himoya qilaman. Dunyoda tinchlik o'rnataman. Lekin avval Yaxshi. Gamp, armiyadagi yagona maqsadingiz nima? Buyrug'ingizni bajarish, serjant. Jinurson Gamp. 3 holda ochkoyingizni to'la yo'qotishingiz mumkin. Birinchisi, yig'lab yuborsangiz, ikkinchisi, oyimga boraman desangiz, uchinchisi, ovqat yeyman deb xarxasha qilsangiz. Qorningiz ochmasin. Zinhor. Atrofda go'zalligini qaragin. Yaxshilab qaragin, Tutsi, naqadar chiroyli-ya. Nazarimda hozir uchib ketaman. Agar bugun ota oramizda bo'lganlarida shunday derdilar. Yurt-ku o'zimizniki bo'ldi, lekin odamlar begonalashib ketdi. Gubernator uyiga oldi. Tepalik ortiga dedim, qani ketdik. Bir kuni meni bir balo qilasan. Hukmdorning qudrati xalqning qo'rquvi bilan emas, xavfsizligi bilan o'lchanadi. Zulmni to'xtat, mazlumning haqini undirib ber. Shunda kuchli tiyiladi, kuchsiz xotirjam bo'ladi. Mojariston va Venaga yurish qilib bu o'lkani 2 bor qo'lga kiritdim. Zinhor birovga berib qo'ymayman. Xohishlaringizdan darhol voz keching. Biz bilan sulh tuzish niyatida ekansiz, Mojariston o'lkasidagi iddaolaringizdan voz kechasiz. Menga nima taklif qilmoqchisiz? Bomba tashlaymi? Kimni portlatay? Hech kim sizdan buni kutayotgani yo'q. Kerak bo'lganda bombani otadigan odam topiladi albatta. Unda nima istaysiz? Siz o'z o'rningizni egallamoqingiz kerak. Hamma ham o'z o'rnini bilgani yaxshi.